Bugun men har bir pensioner va pensionerning farzandlari uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. 1.500.000 so'm pul haqida gap ketmoqda. Eng muhim savol bitta, bu pul hammaga beriladimi? Kim oladi? Kim olmasligi mumkin va odam nima qilish kerak? Hozir noto'g'ri tushunish, hujjatni vaqtida topshirmaslik yoki rasmiy manbani tekshirmaslik sababli ko'pchilik o'ziga tegishli imkoniyatdan bexabar qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men buni oddiy tilda qadam-qadam tushuntiraman. Avvalgi yillarda pensionerlar uchun beriladigan moddiy yordamlar, kompensatsiyalar yoki bir martalik to'lovlar odatda aniq toifalarga bog'langan bo'lardi. Masalan, faqat kam ta'minlangan oilalar reyestrida turganlar, nogironligi bor pensionerlar, yolg'iz keksalar, urush va mehnat faxriylari, ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar yoki mahalla tomonidan muhtoj shaxslar alohida ro'yxatga olingan fuqarolar bir martalik yordam olishi mumkin edi. Shuning uchun odamlar orasida doim bitta savol paydo bo'lardi. Men pensionerman. Lekin bu pul menga ham tegishlimi yoki faqat ayrimlarga beriladimi? Hozir esa muhokama qilinayotgan asosiy tafsilot shundan iboratki, 1.500.000 so'm miqdoridagi pul masalasi oddiy pensionerlar uchun ham katta qiziqish uyg'otmoqda. Lekin men bir narsani alohida ta'kidlayman. Bunday to'lovlar bo'yicha eng muhim narsa rasmiy qaror, rasmiy ro'yxat va rasmiy tartib. Hech qachon faqat internetdagi sarlavhaga qarab xulosa chiqarmang. Chunki har bir pensionerga pul beriladi degan gap ko'p tarqaladi, lekin amalda u to'lovning sharti, muddati, manbasi, kimlarga tegishliligi va ariza tartibi bo'ladi. Oldin ko'p hollarda odam pul chiqqanini eshitgandan keyin mahallaga borardi. Mahalla esa siz ro'yxatda yo'qsiz derdi. Yoki odam pensiya jamg'armasiga borardi. U yerda bu biz orqali emas, hokimlik yoki ijtimoiy himoya tizimi orqali deb tushuntiriladi. Natijada pensioner bir nechta joyga qatnab charchab qolardi. Endi asosiy vazifa qaysi pul qayerdan berilishini, kimga berilishini va qanday hujjat kerakligini oldindan bilib olish. Men ekspert sifatida birinchi navbatda shuni aytaman. 1.500.000 so'm degan raqamning o'zi hali hamma narsa degan emas. Muhimi, bu pul qaysi asosda berilmoqda. Agar u bir martalik moddiy yordam bo'lsa, demak u ijtimoiy holatga qarab berilishi mumkin. Agar u kompensatsiya bo'lsa, demak ma'lum xarajat, masalan kommunal to'lov, dori-darmon, oziq-ovqat yoki bayram oldidan yordam bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar u pensiyaga qo'shimcha to'lov sifatida belgilangan bo'lsa, unda pensiya jamg'armasi tizimi orqali hisob-kitob qilinadi. Agar u mahallaviy hokimlik ajratmasi bo'lsa, unda mahalladagi ro'yxatlar va ijtimoiy xodimlar muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun kimdir sizga hamma pensionerga 1.500.000 so'm berilar ekan desa, siz darhol 3 ta savol bering. Birinchisi, qaysi qaror asosida? Ikkinchisi, qaysi sanadan boshlab? Uchinchisi, ariza kerakmi yoki avtomatik tushadimi? Mana shu 3 savol javobsiz qolsa, odam aldanib qolishi yoki bekorga navbatda turishi mumkin. Endi kim xavotir olishi kerakligini tushuntiraman. Agar siz pensioner bo'lsangiz va ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lsangiz, ya'ni pensiyangiz kam, yolg'iz yashaysiz, doimiy dori ichasiz, kommunal to'lovlarni to'lash qiyin, oilangizda ishlaydigan odam yo'q yoki sog'lig'ingiz bo'yicha qo'shimcha xarajatlaringiz bo'lsa, siz albatta bu masalani tekshirtirishingiz kerak. Chunki ko'p yordamlar aynan shunday holatdagi fuqarolarga beriladi. Masalan, birinchi misol, tasavvur qilaylik, 72 yoshli ona 2.9 so'm pensiya oladi, yolg'iz yashaydi. Har oy qon bosimi va yurak dorilariga 2.000 so'm sarflaydi. Kommunal to'lovlar qishda 300.000 so'mgacha chiqadi. Bunday holatda 1.500.000 so'm bir martalik yordam unga juda katta yengillik bo'ladi. U bu pul bilan 2-3 oylik dori-darmonini olib qo'yishi yoki qarz bo'lib qolgan gaz, elektr to'lovlarini yopishi mumkin. Ammo agar u mahallaga murojaat qilmasa, ijtimoiy xodimga holatini aytmasa, tibbiy hujjatlarni ko'rsatmasa, u ro'yxatdan chetda qolib ketishi ehtimoli bor. Ikkinchi misol, 38 yoshli ota pensiya oladi. Lekin farzandlari bilan bir uyda yashaydi. Farzandlari rasmiy ishlaydi. Oilaning umumiy daromadi yaxshi. Bunday odam ham pensioner, lekin ayrim yordam turlarida u birinchi navbatdagi muhtojlar ro'yxatiga kirmasligi mumkin. Demak, men pensionerman, menga ham albatta berilish kerak degan fikr har doim ham to'g'ri emas. Agar qarorda barcha yoshga doir pensionerlarga avtomatik to'lov deyilgan bo'lsa, boshqa gap. Lekin
Agar moddiy yordam muhtojlik asosida bo'lsa, oilaviy sharoit ham hisobga olinadi. Uchinchi misol. Bir ayol pensiya yoshiga yetgan, lekin pensiya hujjatlarini hali rasmiylashtirmagan. U men ham pensionerman deb o'ylashi mumkin, ammo tizimda pensiya oluvchi sifatida ko'rmasa, avtomatik to'lovga tushmasligi mumkin. Shuning uchun pensiya rasmiylashtirilganmi? Bank kartasi yoki naqd olish tartibi to'g'rimi? Pasport ma'lumotlari yangilanganmi? Bular juda muhim. To'rtinchi misol. Pensiya bank kartasini almashtirgan, eski kartasi yopilgan, lekin pensiya jamg'armasiga yangi karta rekvizitini yetkazmagan. Agar to'lov karta orqali tushadigan bo'lsa, pul qaytib ketishi yoki kechikishi mumkin. Odam esa menga berishmadi deb o'ylaydi. Aslida muammo hujjatda yoki bank ma'lumoti bo'lishi mumkin. Kim xavotir olmasligi mumkin. Agar siz pensiyangizni vaqtida olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa va rasmiy to'lov avtomatik tarzda barcha pensionerlarga berilishi aniq tasdiqlansa, siz ortiqcha yugurishingiz shart emas, lekin baribir rasmiy xabarni tekshiring. Chunki ba'zan odamlar noto'g'ri manzil, muddati o'tgan hujjat yoki karta muammosi sababli to'lovni kech oladi. Eng katta xatolik hamma to'lovni pensiya deb o'ylash. Pensiya bilan moddiy yordam boshqa narsa. Pensiya har oy qonuniy tayinlangan to'lov. Moddiy yordam esa bir martalik bo'lishi mumkin, shartli bo'lishi mumkin, ro'yxat asosida berilishi mumkin. Shu sababli 1 million 500 ming so'm pensiyangizga doimiy qo'shiladi deb o'ylamang. Agar rasmiy hujjatda bir martalik to'lov deyilsa, bu faqat bir marta beriladi. Ikkinchi nozik jihat ariza talab qilinadimi yoki yo'qmi? Ayrim yordamlar avtomatik beriladi. Masalan, tizimda pensionerlar ro'yxati bor, bank kartalari bor. Pul shunchaki pensiya bilan birga yoki alohida tushiriladi. Lekin ayrim yordamlar ariza bilan beriladi. Ariza bo'lmasa yordam ham bo'lmaydi. Shuning uchun mahalla, tuman ijtimoiy himoya bo'limi yoki pensiya jamg'armasi bo'limidan aniq so'rash kerak. Uchinchi nozik jihat ro'yxatga kirish masalasi. Ko'p odam men yordamga muhtojman, lekin meni hech kim chaqirmadi deydi. Men bunday vaziyatda doim aytaman. Hech kim chaqirmasa ham o'zingiz murojaat qiling. Chunki mahalla yoki ijtimoiy xodim hamma oilaning ichki ahvolini to'liq bilmasligi mumkin. Sizda dori xarajat ko'paygan bo'lishi mumkin. Yaqinda operatsiya bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Uyda nogiron farzand yoki turmush o'rtog'ingiz bo'lishi mumkin. Bularni hujjat bilan ko'rsatmasangiz, tizim buni bilmaydi. To'rtinchi nozik jihat vositachilardan ehtiyot bo'lish. Agar kimdir sizga 500 ming so'mni olib beraman, oldindan 100 ming so'm xizmat haqi berasiz desa, bunga ishonmang. Davlat to'lovlari, pensiya va moddiy yordamlar uchun hech qanday begona odamga pul berilmaydi. Ariza yozish, ma'lumot olish, murojaat qilish, bular rasmiy idoralarda amalga oshiriladi. Agar kimdir sizdan pasport nusxasi, karta raqami, SMS kod yoki PIN kod so'rasa, bu xavfli. Ayniqsa SMS kodni hech kimga aytmang. Pul tushish uchun sizdan SMS kod so'ralmaydi. 5-nozik jihat propiska va yashash joyi. Odam bir tumanda ro'yxatda, boshqa tumanda yashayotgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda yordam qaysi mahalla orqali berilishi masalasi paydo bo'ladi. Agar siz doimiy ro'yxatda boshqa joyda bo'lsangiz, hozir yashayotgan mahallangiz sizni to'liq ro'yxatga olmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun yashash joyingiz bo'yicha mahallaga borib, vaziyatni tushuntiring. Kerak bo'lsa, vaqtincha yashash joyingiz, ijara shartnomasi yoki yaqinlaringiz bilan yashayotganingiz haqida ma'lumot bering. 6-nozik jihat pensiya turiga qarab farq bo'lishi mumkin. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, bularning huquqiy maqomi har xil. Agar qarorda pensionerlar deyilsa, bu aynan qaysi toifalarni qamrab olishini tekshirish kerak. Ba'zan pensiya va nafaqa oluvchilar deb yoziladi. Bunday holatda qamrov kengroq bo'lishi mumkin. Ba'zan esa faqat yoshga doir pensiya oluvchilar nazarda tutiladi. 7-nozik jihat qarzdorlik masalasi. Ayrim odamlar, agar bankdan kreditim bo'lsa, bu pulni bank ushlab qoladimi deb so'rashadi. Bu masalada ham to'lovning turi muhim. Agar pul oddiy bank kartasiga tushsa va karta kredit qarzi yoki undiruv bilan bog'langan bo'lsa, amalda muammolar bo'lishi mumkin. Shu sababli katta qarzi bor pensionerlar bankdan oldindan ma'lumot olgani ma'qul. Ijtimoiy to'lovlarni ushlab qolish tartibi alohida bo'lishi mumkin. Lekin har bir holatda rasmiy tushuntirish kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Nima qilish kerak?
Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, rasmiy manbani tekshiring. Mahallangiz tuman pensiya jamg'armasi bo'limi, tuman hokimligi, ijtimoiy himoya milliy agentligi bo'limi yoki yagona davlat xizmatlari markazidan so'rang. Savolni umumiy bermang. Menga pul beriladimi desangiz, javob ham umumiy bo'ladi. Aniq so'rang. 1500 ming so'm miqdoridagi bir martalik to'lov bo'yicha tartib bormi? Kimlarga beriladi? Ariza kerakmi? Qaysi hujjatlar talab qilinadi? Muddat qachongacha? Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, bank karta rekviziti, yashash manzili bo'yicha ma'lumot. Oilaviy ahvolni tasdiqlovchi hujjatlar, agar sog'liq bilan bog'liq muammo bo'lsa, shifokor xulosasi yoki dori xarajatlarini ko'rsatuvchi ma'lumotlar. Agar yolg'iz yashasangiz, buni mahalla orqali tasdiqlatish mumkin. Agar nogironlik bo'lsa, nogironlik ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam, mahallaga yozma murojaat qiling. Og'zaki gapirib ketish bilan cheklanib qolmang. Men har doim yozma murojaat qilishni maslahat beraman. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Men falonchi, falon manzilda yashayman, yoshga do'yib pensiya olaman. Ijtimoiy ahvolimni inobatga olib, 1 million 500 million so'm miqdoridagi bir martalik moddiy yordam yoki mavjud yordam dasturlari bo'yicha ro'yxatga olishni so'rayman. Mening daromadim, sog'lig'im va oilaviy holatimni ko'rib chiqishingizni so'rayman. Arizaga telefon raqamingizni yozing va nusxasini o'zingizda qoldiring. 4-qadam, pensiya ma'lumotlaringizni tekshiring. Pensiya vaqtida tushyaptimi? Kartafolmi? Karta muddat o'tmaganmi? Pasport almashtirilgan bo'lsa, yangi ma'lumotlar kiritilganmi? Bularni aniqlang. Agar pul avtomatik tushadigan bo'lsa, aynan shu texnik ma'lumotlar muhim bo'ladi. Bankka borib karta holatini tekshirtiring. Pensiya jamg'armasiga borib, mening karta rekvizitim to'g'rimi deb so'rang. 5-qadam, oiladagi boshqa pensionerlarni ham tekshiring. Masalan, uyda ota ham, ona ham pensioner bo'lsa, to'lov har biriga alohida beriladimi yoki oila bo'yicha bir marta beriladimi? Buni aniqlash kerak. Chunki sarlavhada har bir pensionerga deyilsa, odamlar har bir kishi alohida oladi deb tushunadi. Lekin ayrim dasturlar oila holatiga qaraydi. Shuning uchun buni aniq so'rash kerak. 6-qadam, muddatni o'tkazib yubormang. Ko'p yordamlar bo'yicha ariza topshirish muddati bo'ladi. Masalan, oy oxirigacha, bayram oldidan ro'yxat shakllantirilguncha yoki budjet mablag'i ajratilguncha. Agar siz keyin boraman deb yuraversangiz, ro'yxat yopilib qolishi mumkin. Shuning uchun bugunoq yoki ertagayoq mahallaga qo'ng'iroq qiling, borib so'rang. Kerakli hujjatlarni to'plang. 7-qadam, rad javobi bo'lsa, sababini yozma so'rang. Agar sizga tegishli emas deyishsa, xafa bo'lib qaytib ketmang. Qaysi asosga ko'ra tegishli emas? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi toifaga kirmayman deb so'rang. Imkon bo'lsa, yozma tushuntirish oling. Chunki ba'zan rad javobi hujjat yetishmasligi sababli bo'ladi. Hujjatni to'ldirsangiz, masala qayta ko'rilishi mumkin. 8-qadam. Farzandlar va yaqinlar yordam bering. Ko'p keksa odamlar idoralarga borishga qiynaladi. Navbatda turishga holi bo'lmaydi. Telefon orqali rasmiy ma'lumot olishni bilmaydi. Agar sizning ota-onangiz, buyingiz yoki bobongiz pensioner bo'lsa, ularga o'zingiz hal qiling deb qo'ymang. Birga boring, hujjatlarni tartibga soling, bank kartasini tekshiring, arizasini yozishga yordam bering. 500 ming so'm keksalar uchun kichik pul emas. Bu pul dori, oziq-ovqat, issiq kiyim, kommunal to'lov yoki davolanish uchun juda kerak bo'lishi mumkin. Yana bir muhim masala. Agar siz ijtimoiy tarmoqlarda xabar ko'rsangiz, darhol shaxsiy ma'lumotlaringizni yubormang. Pul olish uchun shu havolaga kiring. Pasport rasmini tashlang. Kartangizning 2 tomonini yuboring degan xabarlardan ehtiyot bo'ling. Rasmiy idoralar sizdan Telegram orqali karta parolini so'ramaydi. Pul tushirish uchun sizning SMS kodingiz kerak bo'lmaydi. Firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga oladi. Chunki ular ko'pincha ishonuvchan bo'ladi. Shuning uchun har bir xabarni farzandingiz, nabirangiz yoki ishonchli odam bilan tekshiring. Agar siz qishloqda yashasangiz, mahalla raisi, hokim yordamchisi yoki ijtimoiy xodim bilan bog'laning. Agar shaharda yashasangiz, tuman ijtimoiy himoya bo'limi va pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Agar borishga imkon bo'lmasa, telefon orqali navbat va tartibni aniqlang. Ba'zi hollarda ijtimoiy xodim uyga kelib holatni o'rganishi mumkin.
Ayniqsa yura olmaydigan, nogironligi bor yoki yolg'iz yashovchi pensionerlari buni alohida aytish kerak. Men yana shuni tushuntirib qo'ymoqchiman. 1500 bin so'm masalasida eng to'g'ri yo'l hissiyot bilan emas, hujjat bilan harakat qilish. Qo'shnim oldi, men ham olishim kerak deyish yetarli emas. Qo'shningiz boshqa toifaga kirgan bo'lishi mumkin. Masalan, u yolg'iz yashar, nogironligi bor. Kam ta'minlangan reyestrida turar yoki avvaldan mahallada ro'yxatda bo'lishi mumkin. Sizning holatingiz alohida ko'rib chiqiladi. Shu sababli o'zingizning sharoitingizni aniq tushuntiring va tasdiqlovchi hujjatlarni ko'rsating. Agar pul tushsa, uni ham to'g'ri sarflash kerak. Men pensionerlarga bunday maslahat beraman. Birinchi navbatda dori-darmon, tibbiy ko'rik, qarzdor kommunal to'lovlar va zarur oziq-ovqatni o'ylang. Chunki bir martalik pul tez tugaydi. Agar uni rejasiz ishlatib yuborsangiz, keyingi oy yana qiyin ahvolga tushib qolishingiz mumkin. Masalan, 1 million 500 bin so'mning 500 bin so'mini dori uchun, 400 bin so'mini kommunal to'lov uchun, 400 bin so'mini oziq-ovqat uchun, 200 bin so'mini kutilmagan xarajat uchun ajratish mumkin. Albatta, har bir oilaning ehtiyoji boshqacha. Lekin reja bo'lsa, pul ko'proq foyda beradi. Demak, asosiy xulosa shuki, 1500 bin so'm haqidagi xabar pensionerlar uchun juda muhim, lekin uni to'g'ri tushunish kerak. Bu pulning kimlarga berilishi avtomatikmi yoki ariza bilanmi? Qaysi hujjatlar kerakligi va muddatlari rasmiy tartibga bog'liq. Sizning vazifangiz rasmiy manbadan aniqlash, hujjatlaringizni tayyorlash, mahalla yoki tegishli idoraga murojaat qilish. Bank va pensiya ma'lumotlaringizni tekshirish. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki uyingizda pensioner ota-ona bo'lsa, bu masalani bugunoq tekshiring. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda bu pul bo'yicha qanday ma'lumot berishyapti? Mahalla nima deyapti? Pensiya jamg'armasi qanday tushuntiryapti? Tajribangiz boshqa odamlarga ham yordam beradi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ayniqsa keksalar uchun juda zarur.